Değerli ortaklar, okuçularımız, sizlerdi 1 iyun Balalar Günü bilen tebrikleymen. Vatanperver Spor Klubu'nun adından sizler azap ovatırsızlar. Kuda kalırsa bir yerde sizler milli güreş, erkin güreş, spor türleri sambo güreşlerinden sizlerge priyonlarda yürütemiz. Karate'den priyonlarda gösterimiz. Ana şu geleceğiniz kuda kalırsa sizlerin yaxşı sportsmenler oluşunuzga bizler yardım beremiz. Rahmat. Sizlerde qanday savollar var? Yok ustoz. 1 iyun Balalar Günü ekanini bilasizlarmi? Ha. Bir iki kun qolib turibdi. Shunga endi azroq sizlarda to'planganimizning maqsad shu. Xudo qalasa sharoitni yaratamiz nega? Sport to'shamalarini shu yerga olib kelamiz ya sirtdan to'shaymiz tibinda sizlarga o'rgatuvni boshlaymiz. Ustoz Savollar kimler? bormi? Bering qarang. Ustoz kimlerden kiyip gelemizmi? Kiyimlaringiz ham turibdimi kiyimlar? Mening kiyimim turaveradi shu yerda kiyimlaringiz. Gap yo'q. Boshqa savollar bormi? Boshqa savollar bolalar? Yo'q. Yo'q bo'lsa onda mana yaxshi o'tkazamiz xudo qalasa 1 iyun Balalar kunini. Kelajakda sizlardan yaxshi sportsmenlar chiqadi degan umiddaman. Vatanparvarlik sport klubining ismi bilan rahbariman men shu. Tushundinglarmi? Ha.